27 mart Xalqaro teatr kuni butun dunyoda san'at bayrami sifatida nishonlanadi. Shu munosabat bilan yurtimizda teatr tomoshalari haftaligi o'tkazildi. Respublikaning turli teatrlarida yuzlab spektakllar sahnalashtirilib, minglab tomoshabinlar uchun eshiklar ochildi. Kecha bayramning asosiy tadbiri poytaxtimizda bo'lib o'tdi. Anjumanda o'z mehnati bilan teatr san'atiga hissa qo'shgan 35 nafar ijodkor madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Jarayonlar Ruxsora G'afurova reportajida. Tarbiya va ma'naviyat o'chog'i bo'lgan teatr har bir insonga hayotiy saboqlar beruvchi jonli vositadir. Unda rol ijro etuvchilar tabiatdan tug'ma iste'dodi bilan o'zgalarga oyna tutib, o'zligimizni eslatib qo'yadi. Sahnada taqdirlanganlar esa bu sohada haqiqatdan ham baxt topganlardir. Teatri aktyori. Men mana shu xalqaro teatr kunida shunday mukofotni olganimdan to'g'risi juda ham hozir hayajonlanib ketyapman, juda ham faxrlanyapman. Hammaga omad tilayman, hamma hamkasblarimga tilayman iloyim. Bunaqa mukofotlarga ko'pchilik loyiq. Men o'ylaymanki, Xudo xolisa mehnatlarning albatta samarasi bo'ladi. Mehnatsiz hayot o'g'irlik, san'atsiz hayot vahshiylik degan gap bor. Xususan men o'zim butun umrim mana shu tomoshabinga, piravardida xalqimizga ma'naviy ozuqa berishdek sharafli mehnatda ishtirok etgan ekanman, o'zimni nihoyatda baxtiyor his etaman. Va bugungi mana bu chiroyli ko'krak nishoni ham bundan dalolatdir. Teatr aktyorlarini haqiqiy o'z kasbining fidoyisi deyish mumkin. Yaqin yillargacha ular juda kam oylik maosh evaziga rol o'ynardi. Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov bu boradagi o'zgarishlar haqida gapirdi. Shu og'ir davrda ham maylida ish qilib, nima qilsa qilib qo'shimcha boshqa daromadlar topib bo'lsa ham shu sohadan ketmasdan, shu sohani tashamasdan teatrni bugungacha shu og'ir davrlardan olib o'tib kelishdi teatr xodimlari. Shuning uchun ham ularni bugun fidoyi deb ayta olaman. Bu sohani eng fidoyilari deb ayta olaman. 20 yillab haqqini olmagan ijodkorlar o'sha qalam haqqini ola boshlashdi va oxirgi o'tgan yil yakuni bilan chiqqan qarorimizda ham teatr sohasi uchun yana alohida qator imtiyozlar joriy qilindi. Mukofotlar yangi joriy qilindi. Bahodir Yo'ldoshev nomidagi rejissyorlar uchun davlat mukofoti ta'sis etildi. Mehnati e'tirof etilganlar orasida yosh ijodkorlar ham bor. Shunday azg'ana minnatlarimizni baholab madaniyat fidoyisi ko'krak nishoni berib atganidan juda bir quvonchimiz. Bunday medallar bizlarga kuchimizga kuch, g'ayratimizga g'ayrat qo'shadi. Qoraqalpoq mamlakati qo'shiq teatri, ya'ni qo'shiq teatr bu bolalarning tikkili eslasadi. Baribir balalarda bugungi kundagi ertangi bo'lgan kelishigimizning iyesi bo'lgan balalarda shaxsiylikqa, ota-onaga hurmat, kishiga izzat, kitob o'qishga albatta tayyorlaydigan bo'lib, qo'shiq teatrlari bo'lib hisoblanadi. Aktyor bo'lganimda masxaraboz rolini o'ynavda armon etaman. Sababi masxaraboz hamisha bolalarga kulki, quvonish bag'ishlaydigan rollarning biri deb o'ylayman. Tomoshabinni teatrga kam kirishi haqida muhokamalar ko'p. Teatr moddiy texnik bazasi, dekoratsiya masalasi bevosita yaxshi spektakllarni yuzaga kelishini ta'minlaydi. Mutaxassis bu boradagi yangilikni aytdi. Barcha teatrlarimizda o'zingizga ma'lumki, teatrlarni binosi hududi jihatdan qisqa, kam bo'lganligi uchun hozir aynan shu ish olib borilyapti. Barcha teatrlarimiz uchun bir joyda dekoratsiyalarimizni qurish imkoniyatini beruvchi juda katta bir omborxona tashkil qilish masalasi bo'yicha ish olib borilyapti. Ruxsora G'afurova, Akrom Turg'unov, Hudud informatsion dasturi uchun. Davom etamiz.